Bu kelin shunchaki tug'mas kasal. Yaradilsa do'konidan qizimga olgan narsalarni raspakovka qilamiz va farzandsizlik haqida gaplashamiz. Qaysi birini ochamiz? Bunisimi? To'yimizdan bir necha oy o'tgach, sразу farzandli bo'lmaganimiz uchun mana tug'mas xotinga chiqarishgan. Qaranglar qanaqa ko'ylakcha oldim. Bu muslinovый 100% paxtadan. Bu esa qizimning birinchi kosmetikalar. Biz erim bilan to'ydan oldin chet elda o'qiganmiz va to'ydan keyin ham magistraturani o'sha yerda davom ettirganmiz. Men 2 o'qishda, erim esa bitta o'qishda o'qiganligi sababli o'zimizni rejalar bor edi. Biz bilardik bolani katta qilish faqatgina o'zimizning bo'ynimizda. Shuning uchun erim har doim men yoki jamiyat xohlagani uchun emas, faqatgina o'zingiz xohlagan vaqtda farzandli bo'lishingiz mumkin. Chunki farzandni ko'taradigan, uni azoblariga dosh beradigan bu faqat siz, men emas derdi. Va ko'ylakchalarini qaranglar do'kondan yana qanaqangi o'yinchoqlarni oldim. Bu hammasi ekologik, toza, taxtali. Ya'ni men va erim mutlaqo sog' edik. Shunchaki o'zimiz 3 yil davomida farzandli bo'lishga qaror qilmaganmiz. Bu ham 100% taxtadan. Hech farzandli bo'lish o'zimizning asosiy qarorimiz ekanligini qanchalar bizni gapirayotgan odamlarga tushuntirmaylik, ular baribir bu narsani bahona deb o'ylashardi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Iltimos odamlar, asosan ayollar, bir inson rejalari haqida 100% ma'lumotga ega bo'lmay, bu haqida xulosa chiqarmang. Biz o'zimiz sog' bo'la turib, bu gap so'zlar menga juda qattiq ta'sir qilgan. Endi tasavvur qiling, rostdan ham farzandli bo'lishga qanaqadir muammo bo'lgan yoki qanaqadir problemasi bo'lgan odamga bu gapni pastayan qachon farzandli bo'lasan, nima farzandli bo'la olmaysanmi degan gaplarni eshitish qanchalik yuragiga botadi bu gap so'zlar. Va ishoning 99% holatlarda o'sha inson farzandli bo'lgandan keyin u haqida umuman xuddi u inson mavjud bo'lmagan darajada unutib borasiz. Qanaqadir moralniy yoki finansiy yordam siz tomonidan hech narsa bo'lmaydi. Ilohim har bitta farzandsiz ayolga o'nkali mana shu Yaradilsa do'konidan oyog'i o'zilmasligini tilab qolaman. Birinchi rodom sumkamni to'ldirishga aynan shu do'konga borganman. Rayonimda mashinchalarni yaxshi ko'radi, shuning uchun mashincha oldim. Hammani yuragiga yaxshilik va farzandsizlarga esa farzand tilab qolaman. Hammaga xayr.